Saqich chaynashning foydali va zararli tomonlarini ko'rib chiqamiz. Foydalar: og'iz bo'shlig'idagi ovqat qoldiqlarini o'ziga olib, nafasni xushbo'y qiladi. Kariyesni oldini oladi va oshqozonda shira ajralib chiqishini ko'paytirganligi sababli ovqatlangandan so'ng 15-20 daqiqa saqich chaynash hazmni yengillashtiradi. Saqichdagi kislitol moddasi og'izdagi patogen mikroblar, ya'ni kasallik chaqiruvchi mikroorganizmlarni o'ldiradi. Saqichning zararli tomonlari: och qoringa uzoq vaqt chaynalgan saqich oshqozon yara kasalligiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, saqichdagi shira beruvchi va rang beruvchi kanserogen moddalar organizmga me'yordan ortiq miqdorda qabul qilinganda zararli ta'sir qilishi mumkin. Ushbu videoni doimiy saqich chaynab yuruvchi do'stingizga yuborib qo'ying.